Mamlakatimizda aholi sonining o'sgani sari avtomobillarga bo'lgan talab ham ortib boryapti. Erkin raqobat aholiga nisbatan avtomobillarning ko'pligi bois 2024-yil oxiri 2025-yilning dastlabki oyida ikkilamchi avtomobil bozorida mahalliy avtomobillar hamda elektromobillar narxida pasayish kuzatildi. Bugun O'zbekiston ham yirik avtomobil ishlab chiqaruvchi mamlakatlar qatoridan o'rin oldi. Bundan tashqari, elektromobillarning ishlab chiqarilishi va kirib kelishi ham raqobat muhitini shakllantirdi. Bu esa o'z-o'zidan ikkilamchi avtomobil bozorida elektromobillar hamda mahalliy avtomashinalar narxining pasayishiga sabab bo'ldi. Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti mutaxassislari ushbu narxlarni tahlil qildi. Joriy yilning yanvar oyida mahalliy ommabop avtomobillar narxi 2024-yilning dekabr oyidagiga nisbatan arzonlashgan. Xususan, Onix, Lacetti, Cobalt, Nexia, Spark va Damas avtomashinalarida narxlar sezilarli o'zgargan. Oxirgi 5 oylik davrda ikkilamchi avtomobil bozoridagi avtomobil narxlarida pasayish kuzatildi. Mahalliy ommabop avtomobillarimizdan Onix avtomobili kam foydalanilgani 2,4% ga, ko'p foydalanilgani 1,5% ga narxlarda pasayish bo'lgan. Lacetti avtomobili kam foydalanilgani 0,7, o'rtacha foydalanilgani 1,4 va ko'p foydalanilgani 1,7% ga pasaygan. Cobalt avtomobili kam foydalanilgani 1,4, o'rtacha foydalanilgani 2,4 hamda ko'p foydalanilgani 1,7% ga narxlarda pasayish kuzatilgan. Avtomobillar bosib o'tgan masofasi hamda ishlab chiqarilgan yiliga ko'ra kam foydalanilgan, o'rtacha foydalanilgan va ko'p foydalanilgan kabi turlarga bo'linadi. Xususan 2023-2024 yillarda ishlab chiqarilgan hamda 20 ming kilometrgacha masofa bosib o'tgan avtomobillar kam foydalanilgan. 2023-2024 yillarda ishlab chiqarilgan 50 ming kilometrgacha masofa bosib o'tgan avtomobillar o'rtacha foydalanilgan. Shuningdek, 2023-2024 yillarda ishlab chiqarilgan va 50 ming kilometrdan ko'p masofa bosib o'tgan avtomobillar ko'p foydalanilgan hisoblanadi. Mahalliy luks avtomobillarga to'xtaladigan bo'lsak, Malibu avtomobili o'rtacha foydalanilgani 2,1% ga hamda ko'p foydalanilgani 1,6% ga pasaydi. Xorijiy avtomobillar narxlari bo'lsa, Elantra o'rtacha foydalanilgani 2,3% ga, ko'p foydalanilgani 4,8% ga pasaydi. Sportage avtomobili bo'lsa, kam foydalanilgani 1,4% ga, o'rtacha foydalanilgani esa 1,8% ga kamaydi. Avtomobillar narxini tahlil qilishda ma'lumotlar olix.uz platformasidan web scraping orqali to'plandi. Ma'lumotlar saralab olingandan so'ng dekabr oyi uchun 18 mingta, yanvar oyi uchun esa 16 mingta ma'lumotdan foydalanilgan. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra, ikkilamchi avtomobil bozoridagi narxlarning pasayishiga asosiy sabab bozorning sovishi, ya'ni talabni taklifga nisbatan kamaygani deyish mumkin. Bunga isbot tariqasida 2024-yil oxirgi choragidagi avtokreditlar hajmi ham biroz pasaygan.